Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar, mana Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Yalti mahallasida Asakabank Termiz BXM hamkorligida mana shu 213 1608 1746 sonli konturda mana shu piyoz ekilgan 11 gektarlik yer maydonida mana shu joy. Mana hozirgi piyozimizning holatlari mana shu holatda. Mana shunday holatlarda. Mana holatlari. Mana shu ko'rinib turgan umumiy maydoni, mana shu chegara qismlari. Mana shu chegara qismlari 11 gektarni tashkil qiladi. Mana shu joy. To'liq piyoz ekilgan. Hozirgi kunda mana yer sug'orilganligi sababli, mana sug'orilganligi sababli ishchilar dalada yo'q. Ushbu loyiha 33 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan ushbu loyihaga. Yer egalariga har bitta dehqon xo'jaligi 0.30 sotixdan yer maydoni to'g'ri kelyapti. Bunga tadbirkor, lider tadbirkorimiz Yalti Baraka 3.7 MCJ biriktirilgan bo'lib, mana shu joyga shuni kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektar yerdan 15-16 tonnadan nasib bo'lsa, xudo xolasa buni piyoz yetishtirib mahsulot to'g'ri kelishi kutilmoqda. Jami 550 tonna rejamiz bor. Mana shunga mo'ljallab turibmiz endi. Endi bu agrotexnik tadbirlar qilingan, dorilar berilgan. Xudo xolasa may oyining 15-20lariga borib tayyor bo'ladi mana shu mahsulotlarimiz ham. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.